Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. 2024-yil holatida O'zbekistonda huquqiy hujjatlari yo'q yoki to'liq bo'lmagan 3,6 million ortiq yer uchastkalari mavjud bo'lgan. Har bir yer maydoni o'rtacha 3-4 nafar fuqaro va tadbirkorlarga daxldor bo'lsa, bu kamida 10 milliondan ziyod aholiga tegishli muammo edi. Shu bois O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2024-yil 5-avgustda imzolangan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun millionlab yurtdoshlarimiz hayotiga ijobiy ta'sir qiluvchi tarixiy hujjatdir. Mazkur qonun kuchga kirgan sanadan boshlab respublikamiz miqyosida belgilangan jadval asosida xatlov jarayonlari ketmoqda. Hozirgi sharhimizda ayni yo'nalishdagi ishlar va ushbu qonunning fuqarolarga yaratayotgan qulayliklari haqida so'z boradi. Inson hayotida turar joyning ahamiyati juda katta. Chunki u va oilasining orzu-armonlari, kelajak intilishlari shu vatan ichra kichik vatandan boshlanadi. Biroq o'zi yashayotgan, tasarruf etayotgan uy va tomorqasiga nisbatan qonuniy asosda egalik huquqi bo'lmasa, bu ko'plab masalalarni keltirib chiqaradigan, eng yomoni ko'ngilga halovat bermaydigan muammo. 6 ta bob va 35 ta moddadan iborat qonun millionlab o'zbekistonliklarni qiynab kelayotgan ana shu og'riqli holatlarga chek qo'ydi. Yangi qonunga asosan o'zboshimchalik bilan qurilgan uy-joylarga huquqlarni e'tirof etish tadbirlari raqamlashtirilib, ishlar jadal olib borilmoqda. Xatlov jarayonlarini olib borish uchun xatlov, hujjatlar uchun esa e'tirof elektron tizimlari ishga tushirildi. Yurtimiz aholisi tomonidan ko'p yillardan beri kutilayotgan qonun, bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan juda dolzarb masalani yechadigan qonun. Qonun talabiga asosan reja grafik asosida xatlov ishlari amalga oshirish belgilangan. 24-25-yillar uchun 3878 ta mahalla tanlab olingan bo'lsa, bugungi kunda 2716 ta mahallada xatlov ishlari amalga oshirildi. Bu katta juda ish tisi bo'ladi. Sababi ushbu xatlov ishlari uchun kadastr organi jami 4000 dan ziyod xodimi jalb qilingan. Shulardan 2,5 mingni aynan xatlov ishlarini amalga oshiryapti. 340 mingdan ziyod obyekt xatlovdan o'tkazilgan bo'lsa, shundan 148 mingdan ortiq e'tirof tizimiga o'tkazildi. Bu nima degani? 148 mingta obyektni masalasini ijobiy hal qilish imkoni yaratildi. Adliya organlari ish yurituviga 10 mingdan ortiq ko'chmas mulk obyektlari kelib tushgan bo'lib, hozirgi kunda o'rganib chiqilayotgan bo'lib, shundan 800 ga yaqin ko'chmas mulk obyektlariga respublika miqyosida huquqlar e'tirof etildi. Bundan tashqari ham hozir huquqlar e'tirof etilishi mumkin bo'lgan obyektlar bor. 1000 ga yaqin kengashlarda turibdi. Shu masala ham tez kunlarda kengash sessiyalarida ko'rib chiqilib, huquqlar e'tirof etish masalasi hal etiladi. Bundan tashqari bugungi kunda to'lovga chiqqan, ya'ni fuqarolar tomonidan bir martalik to'lov amalga oshiriladigan ko'chmas mulk obyektlari bor. 2000 dan ortiq fuqarolarimiz tomonidan belgilangan tartibda ushbu to'lovlarni amalga oshirgandan so'ng ham o'z-o'zidan bu avtomatik ravishda kengash sessiyalariga ko'rib chiqish uchun kiritiladi. Barcha jarayonlar raqamlashtirilgan, yanada raqamlashtirish kerak bo'lgan joylari ham bor. Bugungi kunda tegishli tartibda kadastr organlari bilan birgalikda ishlab, ushbu jarayonlarni ham to'liq raqamlashtirish choralari ko'rilyapti. Hozirda mamlakatimizning barcha hududlarida hokimlar ishtirokida mahallabay xatlov o'tkazish rejasi tasdiqlanib, jarayonlarga 4,5 ming nafarga yaqin kadastr xodimlari jalb qilingan. Bugungacha 3798 ta mahallaning chegaralariga aniqlik kiritilgan bo'lsa, mazkur jarayon 2026-yilda 5654 ta mahallada yakunlanadi. Shuningdek, xatlovda hujjatsiz obyektlar bilan birga hujjati bor obyektdagi o'zgarishlar ham o'rganilmoqda. Ushbu qonun 2028-yil 1-yanvarga qadar amal qiladi. Qonunni talabi barcha obyektni xatlovdan o'tkazib, hech qaysi masalani qolib ketmasdan to'laqonli qamrab olish bu qonun asosiy talabi bo'lgani uchun turar bo'ladimi, noturmi barchasi xatlovdan o'tkazilyapti. Endi xatlov qaysi obyektga taalluqli emas. Davlat tashkilot muassasalariga tegishli obyekt xatlovdan o'tkazilmaydi, hamda ko'p qavat turar joy obyektlari hamda ularga qurilgan noqonuniy qurilmalar bu qonun talabiga tushmaydi. Qolgan barcha obyektlar xatlovdan o'tkaziladi. Qonun talabidan kelib chiqadigan bo'lsa, o'zi 2 bosqichli xatlov ishlari belgilangan. 15-16-moddasi. Ya'ni birinchi bosqichda kadastr organi vakillari xatlov o'tkazadi, birlamchi anaqa xatlov. Undan keyin ikkinchi bosqichda o'sha mas'ul bo'lgan jami 17 vazirlik jalb etilgan, ular o'zining tegishli xulosasini berish kerak bo'ladi. Eng avvalo qonunda huquqni e'tirof etish asoslari va shartlari aniq belgilangan. Eng asosiy bugungi kunda ko'plab amaliyotda uchrayotgan muammo shundaki, ko'plab ko'chmas mulk obyektlar temir yo'l, avtomobil yo'l hamda sanitar muhofaza zonalarida, mintaqa zonalarida tushib qolgan uy-joylarimiz yoki noturar obyektlarimiz ko'p. Ushbu holatda
vakolatli organlar tomonidan salbiy xulosalar berilmoqda. Ya'ni muhofaza mintaqa zonalarida joylashgan ko'chmas mulk obyektlarga nisbatan huquqni e'tirof etish bugungi kundagi qonunchiligimizga asosan mumkin emas. Buni ham yechimi bo'yicha ish olib boryapmiz. Kuni kecha hukumatimiz tomonidan 330 sonli qaror qabul qilindi. Bunda ham tegishli topshiriqlar berildi Adliya vazirligiga. Biz hozir tegishli qonun loyihasini ishlab chiqyapmiz. Ya'ni muhofaza mintaqa zonalarida joylashgan ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha o'zboshimcha egallangan ko'chmas mulkni o'sha chegara qismi, ya'ni muhofaza mintaqa zonada tushib qolgan qismini chegarib tashlab, qolgan qismiga nisbatan huquqni e'tirof etish masalani qonunchilik bilan mustahkamlash bo'yicha topshiriq berildi. Bu bo'yicha tegishli hujjat loyihasi ishlab chiqilyapti bugungi kunda. Eng muhimi xatlov jarayonlari natijasida egalik huquqining e'tirof etilishi fuqarolarning turli sarsongarchiliklariga chek qo'yilishiga sabab bo'lyapti. Mazkur islohotdan esa yurtdoshlarimiz mamnun. Odamlarimizning kadastr muammosi har birini ko'pchilik oilalarning boshidagi oddiy muammo edi. Kadastri yo'q odamni ko'ngli doim g'ash yurardi-da. Buni to'g'rilashga borsangiz eski tomarqa ekan, hujjati bormi, qarori bormi? Ana keling, mana keling. Lekin mana shu muammoni yurtboshimizga ming rahmat. Hamma sohadagi islohotlar bo'lib kelayotganda shular qatori kadastrni ham shunaqa izga solib qo'yishdiki, xodimlarni o'zlari kelib uyma-uy chaqirib, o'lchab, shunaqa shirin muomala, benihoyat xursandmiz. Mana hozir mana kadastrni chiqarib olib kelib berishdi. Minnatdormiz. Biz misol uchun 10 sotikka to'layapmiz. Xuddi xayolimizda ko'proq muammo hammasi hal bo'ldi. Xalqimiz xursand. Hamma xursand. Bunaqa mehribonchilik bu yurtboshimizga millionlab rahmat aytaman. Mana biz bugundan xursand bo'ldik. 60 yildan beri shu egalik huquqiga ega emasdik. Bugungi kunda egalik huquqi tiklandi. Prezidentimizga ming bora rahmat. Kadastr xodimlari o'zlari kelib, o'lchashib, hamma dokumentlarni o'zlari qilib ketishdi. Biz hech qayerga borib ovoragarchilik bo'lmadi. Endi bundan bag'i hammamiz tinchlik xotirjamlikda dokumenti borligi, hujjati borligi uchun xursand bo'lib yashaymiz. Qonun asosida uy-joylar va yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarning e'tirof etilishi soliq to'lovlarini sezilarli darajada kamaytirishi bilan ham yurtdoshlarimiz uchun ahamiyatlidir. Bugungi kunda shu hududlarimiz kadastr agentligi tomonidan xatlovdan o'tkazilib, e'tirof axborotlashtirilgan avtomat tizimiga kiritilayotgan turgan ma'lumotlarni birma-bir soliq xodimlari tomonidan ko'rib chiqilishi hamda ushbu ko'rib chiqilgan obyektlarga nisbatan soliqlar hisoblanganligi, o'z vaqtida to'g'ri va to'liq hisoblanganligi nazoratga olinib, ko'rib chiqilib, xulosalarimizni, ma'lumotnomalarimizni axborot tizimiga biriktirilishi ta'minlab kelinmoqda. Bu jarayon qanday bo'ladi? Bunda fuqarolarimiz tomonidan hujjatlar rasmiylashtirilgandan keyin soliq organlariga kelib tushgan hujjatga asosan biz hisoblagan soliqlar 3 barobarga kamayadi. Ya'ni 10 sotiklik hovlimizga oldin 600 ming so'm soliq hisoblanib turgan bo'lsa, hujjatlashtirilgandan keyin ushbu xonadonga 3 barobar, ya'ni 200 ming so'mga soliq tushadi. Soliq kamayadi albatta. Ushbu qonun natijasida aholimiz ham o'z navbatida soliq to'lovlari ma'lum miqdorda qisqarishi hamda uylari hujjatli bo'lishi nazarda tutilgan. Shundan ko'rinib turibdiki, mazkur qonun fuqarolarimizni manfaatlarini himoya qilib kelmoqda. Yangi tizim mahallalar chegarasini aniqlash, ko'chmas mulklarni xatlovdan o'tkazish, UZCAD tizimiga migratsiya, obyektlarni UZCAD tizimida faollashtirish, huquqlarni e'tirof etish kabi 5 bosqichda amalga oshirilmoqda. Xalqparvar siyosat natijasida fuqarolarning o'z uy-joylariga bo'lgan egalik huquqi e'tirof etilib, endilikda ular ushbu mulkni qonuniy rasmiylashtirish, boshqa shaxsga sotish, oila a'zolarini doimiy ro'yxatga qo'yish, uy-joyni ta'mirlash yoki qo'shimcha qurilishlar amalga oshirish uchun imtiyozli kreditlar olish, shuningdek tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish kabi keng imkoniyatlarga ega bo'lmoqda.